Andijon mashina bozoriga Toyota BY9 ajoyib mashina keldi. Aka, mashinamiz haqida ma'lumot? 24-29 ming yurgan. Aha. Elektr to'g'ri. Rangi qanaqa buni? Qora deb nima qilingan? Endi qoradan hech boshqacharoq hozir. Qoradan jichcha boshqacharoq rang. Nech pul deyapsiz aka buni? 20 ming dollar kami bor. Endi mashinaga alohida detallariga. Eshik ochilishini ko'ryapsizlarmi? Bunga menimcha jemga orzu bo'lsa kerak. Bismillah. Qaranglar. Elektromashina, vosh komfort. Lyuklari ham bor. Mana ajingiz ko'rsaga e'tibor beringlar, qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Toyota'da. Sport rejimi bormi aka bunda? To'rxil rejim. Qanaqa? To'rxil rejim bor. Qanaqa? Sport. Sinov ham bor. Sinov ham bor aka. Eshik ochilishini qaranglar, havas qildim. Jemdagilar, sizlar ham shuna qilinglar. Mana, only prius zaryadka oladigan joylari bor. Polik chexollari qilingan. Bagaj ham ochilaman aka, orqa bagaj. Sensor bo'lsa ham shitdan ochiladi. Bagajni qarang. Bagajga alohida e'tibor beramiz. Bagaj o'ta ham kattagina. Ko'ryapsizmi? Aka, siz bilan bog'lanishdi telefon raqamlar. 88lik. Hop, 0107. 0107. Ko'ryapsizlarmi? Zamonni zayli. Vashshazo. Alohida bu tomonga e'tibor beramiz. Ko'ryapsizlarmi? Hech qanaqa ortiqcha anaqa yo'q bu yerda. Hamma yo'q, klimat kontrol deydi. Mashina ana Dodoxo'jasi. Sizlar uchun maxsus Andijon mashina bozoridan